Galatani mashhur cheeskekining donasini 120 mingdan sotishayotgan ekan. Shuni o'zimiz uyda tayyorlab ko'rsin ishib uchar ekan. Ishimizni kerakli mahsulotlar sotib olishdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib tvorogli pishloq oldim. 1 kilo 100 grammi 130 ming so'm bo'ldi. 6 dona tuxum, shakar pudrasi 350 grammi 10 mingdan 20 ming so'm bo'ldi. Suyu qaymoni 750 grammini 65 mingga oldim. 40 gram un uchun 2 ming so'm berdim. Ustidan quyishga shokoladli to'rttasi 36 ming so'mga tushdi. Uyga ham kelib oldik. Ishimizni birinchi bo'lib tvorogli sir bilan shakar pudrasini yaxshilab aralashtirishdan boshlaymiz. Keyin o'rtasini hovuzcha qilib ochib, ichini avval suyu qaymoq, 4 dona tuxum va 2 dona tuxum sarig'i, oxirida unni solib to'ldiramiz. Navbat qo'l blender bilan aralashtirib, bitta massa holatiga keltirishga. Shunaqa yaxshilab aralashtirib bo'lgandan keyin maxsus qolipga pergament qog'oz kiydirib, ustidan suyuligimizni sitidan o'tkazib quyamiz. Eng muhim va nozik bo'lgan jarayon qoldi. Har 15 daqiqa har xil balandlikda pishirishimiz kerak. Oradan kerakli vaqt ham o'tdi. Cheeskeeklarimiz ham go'zal bo'lib tayyor bo'ldi. Endi buni yaxshilab qotib olish uchun oldin ochiq havoga, keyin sovutgichga solib qo'ydim. Ungacha ishkalatlarni ham eritib tayyor qilib qo'ydim. Ishimizni mas'uliyatli va hayajonli daqiqalar qoldi. Juda ham ehtiyot bo'lib kesib olishimiz kerak. Kesish qulay bo'lsin deb pichoqni issiq qilib oldim. Kesilgandan keyin likopchalarga taxlab, ustidan ishkalatlarni quyib olamiz. Mana san'at asarini qarasangizchi, birinchi martaga juda ham zo'r natija. O'zi ham naq 8 ta chiqdi. Biz bu cheeskeek uchun umumiy 253 ming so'm xarajat qildik. Shunda donasi 31700 so'mga aylanyapti. Video yoqqan bo'lsa like bosib, albatta siz ham taylab ko'ring.